Yumshoq deya olmayman, lekin dirsillashi yo'q. Men dirsillamayapti. O'tishi yaxshi. Endi prebegi qani? Yeng. 341. Maksimalniy skorost 220 yozib qo'yibdi. Unaqa 220 chiqmasa kerak, menimcha. Chiqarib ko'ramizmi, nima deysizlar? Chunki sportivniy avtomobillarda hadovoy qattiq bo'ladi. Ya'ni dars deb uradi. Yangi chiqayotgan mashinadan ko'ra bo'liminli yursa bo'ladi bizning ko'chaga. Tegini ham bitta ko'tarib ko'ramizmi buni? Bo'l, ket serizda bitta ko'ramiz. Serizga boramiz. Richa sanli bo'lak, qalin sanli bo'lak ekanda, shunga. Tiyagi uzun ekan. Supurtli katta tormozish sistemi yaxshi. Amortizator kichkina, ingichka ekan, kattaroq qilish kerak. Katalizatori kichik ekan. Dush kamroq chiqishi uchun, ekologiyani zaharlamaslik uchun. Orqasi kubl sistema ekan, chulok ekan. Mana mashinani ko'rdingiz. Mutaxassis sifatida fikringiz qanaqa? Xulosangiz qanaqa? Mashina olsa bo'ladi, bizning ko'chalarga haydasa bo'ladi. Hadovoyi jo'ski ham emas-da, katta tezlik uchun mo'ljallanmagan mashina bo'lganligi uchun o'rtacha me'yorda yuribdi. Bir xil ayrim yangi mashinalarni dirsillatib uradi-yu, bu unaqa dirsillatib urishi yo'q. Ozgina sakratyapti, to'g'rilaversa bo'ladi, berdelik. Biz xizmatdamiz. Keyin yana bitta savol bor. Kia Sonet trekkerlardan farqi qanaqa ekan? Ularni ham ko'rgansiz-ku? Hadovoyda yaxshiroq. Hadovoyda bu yaxshiroq ularga. Qolgan jihatlari ular yaxshi. Qolganlari ular yaxshi. Kia Sonet trekkerdan yana bitta ustun taraf bor, bu 3 qatorli yoki 7 kishilik. Ha, sizning orqa tarafda ko'p ekan. Orqa tarafda ham bor. Uni bunday egib qo'ysangiz, bagaj ham bo'ladi. Shu plus taraflari bor buni. Italiya dizayni asosida Xitoyda ishlab chiqarilgan CVM G05 mashinamizni texnik holatlarini mutaxassisdan eshitdinglar. Bu videoni Kia Sonet olsammikin yoki Tracker 2 olsammikin deb yurgan tanishinglarga srochni jo'natib qo'yinglar.